Hozir uyimizga kiramiz va studentlarga bir 10 ta 20 ta studentga katta hovli joylashgan ekan. Birinchi qavatini ko'rsatamiz. Bu yerdagi sanuzelari, joylashgan anaqalari, ko'pli pollari hammasini hozir ichida tushuntirib o'taman. Bu videomiz studentlarga mo'ljallangan, sababi ijara qidirib yuribsizlar. Bizda domlar bor, uchastkalar bor. Hozir kelgan lokatsiyam, agarda chap tomonga chiqsangiz Bodomzor va Xotira maydoniga chiqadilar ekan. Orqa tomondan agar to'g'ri yuradigan bo'lsangiz hayvonot bog'i. Agarda Chinobod, Haytown Citydan kelaman desangiz, shu o'ng qo'lda mana yurib tushib kelinlar ekan. Lokatsiyamiz juda ham yaxshi, o'rtada joylashgan, hovli, mana yaxshigina salqingina suvlari, yaxshi joylari bor ekan. Hozir uy ichiga kirib, batafsil ma'lumotlarni berib o'taman. Mana uyimizga kirdik. Uyimizda hamma sharoitlari bor ekan. Bu yerda mana kir mashina, mana xolodilnik, oyoq tegib to'pli pol, mana bu yerda televizorlari ham bor, hamma sharoit qilib qo'yilgan. Bu birinchi qavatimiz. Ikkinchi qavatimizga mana bu yoqdan alohida chiqilar ekan. Mana birinchi qavatdan ikkinchi qavatga chiqamiz. Mana bu polni yopib berishar ekan. Alohida yana skladlari ham bor ekan. Kartoshka, piyoz, nima narsa qo'yadigan bo'lsangiz, skladlari ham bor. Mana ikkinchi xonamiz bo'ladi. Mana ikkinchi xonaga chiqib qoldik. Yoriq, zo'r ekan, televizor, Wi-Fi. O narada mana konditsionerlari ham bor ekan. Menga prinsipi yoqdi. Hamma sharoit yana qo'shimcha nimalar kerak bo'lsa studentlarga uy egasi qilib berishadi. Kishi boshiga 950 ming so'm so'ralyapti. Agarda 3, 5, 6 ta yana student tanishlar, o'rtoqlar bo'ladigan bo'lsa, kelsanglar, chegirmasi ham bor ekan. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar, o'zim sizlarga joy ko'rsatib boraman.